Yangi Damas 2026-yil krossili. Damas 3 dishvotda 1.5 litrli atmosferniy motor, injektor, kompyuter, hop, ABS bor, tormoz yaxshi ishlaydi. Salonni ko'rsataman. O'zi bu Wuling kompaniyasining mashinasi. Faqat emblemasi krossili Chevrolet bo'ladi. Elektronli rul, undan tashqari konditsioner, 6 tali mexanik korobka. Mana ko'rasizlar. Buni 1.5 li va 1.2 li motori bor ekan. Bu 1.5 litrli motorligi 149 millionlik pozitsiyasida ko'rasizlar. Misorovka. Hop, sidenasi 8 tali ekan. Materialli sidena. Misorovkani ko'rasizlar, aylantiryapman. Bu yerda oyna ko'rasizlar pastga ochilyapti. Oldingi Damas'da bo'lsa, yonga ochilardi, yarim ochilmas edi. Orqasida havo aylanish uchun mana bunaqa joyini qilib qo'yishdi, mana. Yengillik ham. Hop, bagaji, ko'rasizlar, bagaji katta. Bunga bemalol metan, propan o'rnatsanglar bo'ladi. Bu videoni Damas bor yaqinliklarga tez jo'natib qo'yinglar. Narxlarni hozir ko'rsataman sizlarga. Mashina yoqqan bo'lsa, bitta like bosib qo'yinglar, yoqmagan bo'lsa, obzorga like bosib qo'ysanglar bo'ladi. Hop, narxi eng full 154 million ekan. Bu 149 millionlik pozitsiyasi ekan. Shunaqa mashina haydamoqchi bo'lsanglar, avtosalonlarda faqat hozir 1 oy davomida buni tekshiruvga qo'yishibdi. Agar odamlarda talab bo'lsa, keyin ishlab chiqarishga o'zimizga olib kelishar ekan.